Assalomu alaykum hurmatli opa-singillar, kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz sizlar bilan navbatdagi mazali tvorojni tayyorlaymiz. Demak, ishimizni boshladik. Eng avvalo bir idishimizga 250 gramda qaymoq ishlatamiz. 2 ta tuxum sarig'i va 200 gram shakar solamiz. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Shakari erib ketgunga qadar aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana xuddi shuna qilib aralashtirib bo'lganimizdan keyin bu idishimizni chekiga olib qo'yib, endi quruq mahsulotlarimiz bilan ishlashni boshlaymiz. Biz elangan un ishlatishimiz kerak bo'ladi. 200 gram elangan un, uni ketidan nomiga tuz solamiz, yarim choy qoshiq vanilin, yarim choy qoshiqda razıqli solamiz. Endi bular hammasini yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak. Xolodilnikda turgan muzdekkina margarinlarimizni ishlatamiz. 400 gram margarin ketdi. Agar siz kichkinaroq listda ishlatadigan bo'lsangiz, shunga qarab margarinni ozgincha kamaytirsangiz ham bo'ladi. Men katta listni hisobiga olib 400 gram margarin ishlatdim. Muzlab turgan margarinimizni qirg'ichimizni katta tishidan xuddi shuna qilib endi o'tkazib olamiz. Endi un bilan margarinimizni asta-sekinlikda bir-biri bilan aralashtirishni boshlab, kroshka holatiga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni erimay qolgan margarin qolishi kerak emas. Un bilan margarinni bir-biri bilan qorishtirib olib, mana xuddi shuna qilib xamir qorib olishimiz kerak. Endi tayyor bo'lgan kroshkamizni o'rtasini ochamizda boya tayyorlab qo'ygan suyuq mahsulotlarimizni quyamiz. Asta-sekinlikda endi bularni xamir holatiga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Oddiy xamir qilgandek qilib xamirimizni mushlamaymiz, chunki xamir qancha ko'p zarba oladigan bo'lsa, pirogimiz shunchalik qattiq chiqadi. Bu xamir bilan ishlayotganda asta-sekinlikda mayin xamirni keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Bizga kerakli bo'lgan xamir tayyor bo'lganini qatdan bilamiz. Xamir ustiga xuddi shuna qilib chizganimizda ozgincha uzilib chizilsa, demak xamirimiz me'yoriga yetgan bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamirimizni ikkita bir xil emas bo'lgan shaklga bo'lib olamiz, ya'ni biri katta, biri kichkinaroq shaklda bo'ladi. Bularni ustini yopamizda 15 daqiqaga chekkaga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi ichiga soladigan nachinkamizni tayyorlashni boshlaymiz. 1 kilo quruq tvorog, 1 choy qoshiqda jo'xori kraxmali va 2 dona tuxum solamiz. Undan keyin shakar solamiz. Shakari xohlang 200 gram, xohlang 150 gram solib ishlatsak bo'ladi. Bu albatta tabga ko'ra. Agar uyingizda 2 dona limon bo'lsa, o'sha limonning ustidagi sariq joyini so'rkadan o'tkazib olib, ya'ni limon sedrasini qo'shib olsangiz ham bo'ladi. U juda ham pirogimizga mazza beradi. Endi hamma mahsulotlarimizni yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin xolodilnikda turgan xamirimizni kattasidan boshlab yoyishni boshlaymiz. Stolimizga un sepganimizda ham birdaniga ko'p qilib un sepib olmaymiz. Asta-sekinlikda kerak bo'lgan paytdagina un sepamiz. Endi xamirni yoyishni boshlaymiz. Meni qolipim 25 ga 20 sm bo'ldi. O'shani hisobiga olib, men xamirni yoyishni boshladim. Xamirimizni qalinligi 2,5-3 mm da bo'lishi kerak. Xamir juda ham qalin va juda ham yupqa bo'lib ketishi kerak emas. Mana ko'rib turganingizdek hamma joylarini bir tekisda chiroyli qilib, bir xil qilib yoyib oldim. Yoyilgan xamirlarimizni qolipimizga asta-sekinlikda qo'yamiz. Meni qolipim tegi yo'q bo'lgan qolip, o'shaning uchun ham list ustiga qolip qo'yib, endi uni ustida yoyilgan xamirni qo'yishni boshladim mana. Qolipimizni chekkasidan xamirlarimizni albatta 2 yoki 3 sm balandroq qilib ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Endi tayyor bo'lgan tvorogli massamizni solamiz. Nachinkamizni ham bir tekisda qilib, chiroyli qilib tekislab olishimiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Ikkinchi xamirimizni yoyayotganimizda e'tibor beramiz. Ikkinchi xamirimiz katta xamirimiz razmeridek katta bo'lib yoyilmaydi, chunki bu ikkiga bo'layotganimizda kichkinaroq qilib olingan xamir hisobiga. Mana endi kichkina xamirimiz bilan pirogimizni yopib oldikda, endi bularni chekkasini albatta chiroyli qilib tugib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xohishga ko'ra pirogga ustiga chiroyli qilib shakl bersak ham bo'ladi. Agar shakl berish niyatingiz bo'lmasa, pirogimizni oddiygina tuxum suramizda pishirishga qo'yib yuboramiz.
Mana endi duxovkamizni yoqib qo'ysak bo'ladi. Duxovkani men har doim 180 yoki bo'lmasam 190 darajaga qizdirib qo'yaman. 200 darajaga hech ham ko'tarmayman, chunki 200 darajada pirog pishadigan bo'lsa, har doim usti tez qizarib qolib, ichi pishmay qoladigan xavfi bor. Shu sababdan tayyor bo'lgan pirogimni ustiga tuxum surib chiqaman, ya'ni oq sarig'i bilan birga surib chiqamanda 190 darajada 30-35 daqiqada pishirib olaman. Yana ham hammani duxovkasi har xil, kimdadir kechroq, kimdadir vaqtliroq pishishi mumkin. Pirogimiz tayyor bo'ldi. Shu holatida ham pirogni bemalol bo'laklarga bo'lib dasturxonga tortsak bo'ladi yoki bo'lmasam endi buni ustiga saxrning pudrasi sepsak ham bo'ladi. Lekin men o'zim uyimda o'rik murabbosi bor edi, o'shani surib chiqdim. U juda ham pirogni rangini ham chiroyli qildi, ham yana shirinroq mazza berdi. Aziz opam, singlim mana birgalashib pishirgan pirogimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bu pirogni 2 dona kusokka yoki 4 dona kusokka bo'lamizda, yonimizda eng yaqin turgan qo'shnimizga ham albatta olib chiqishimiz kerak, chunki ular bizni duolarida eslab qo'yadi. Endi bemalol uydagi a'zolarimizni ham dasturxonga chaqirsak bo'ladi. Videoim sizga yoqqan bo'lsa, keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.